Beshakang Ekobozorda so'm kapchonli lentani super kelgan. Hamma ko'ryapsizlar. Yo bismillah. Mana sizlar uchun assalomu alaykum. Akalar mana sizlar uchun olib kelib qo'ydim oxiri. Shunga topdik mana Daryoni so'mi mana bo'yin baravar zo'r chiqqani mana qip-qizil sochli go'shtli. Mana go'shtini ko'ryapsizlar. Mana buni qaranglar. Bunisiga nima deysiz? Bunisiga nima deysiz? Endi bunisi-chi? Sizlar uchun hammasi sizlar uchun olib kelib qo'yganmiz. Qani bismillah. Qani kelaveringlar. Qani? No. Mana bundan bitta boshlab kesib olamiz. Ey, mana buni qaranglar endi mana buni. Loppa, voy, chiqishini qaranglar. Go'shtini, toza lahm go'shti. Umuman ko'rishga bo'lmaydi, qo'rqmang shundoq. Kesib o'tirib yuraverasizlar. Do'stlar bilan, oilalar bilan, uydagilar bilan, duogo'ylar bilan tuzlarni olib ko'raylik, bismillah. Ishoninglar. Sochli, svejida, tuzi ham zo'r chiqibdi. Haqiqiy mazza qilib baliq yeylik esa, baliq do'koni nomeradini Beshakangga kelaverasizlar. Erinmasdan bitta like bosib yuborasizlar. Pastda nomerlar bor, opsiyaniyada narxlari yozilgan. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Hammalarni yaxshi ko'ramiz. Rahmat, sog' bo'linglar. Loppa, ey loppa desem seni erkelep başıma